Sizni ham ayolingiz to'ydan keyin o'zgarib qolganmi? To'ydan oldin kulib yuradigan quvno ayolingiz to'ydan 3-4 yil o'tar o'tmas qo'lov tumshuv qiladigan, sal narsaga jahli chiqadigan asabiy bo'lib qoldimi? Ko'p erkaklar yozishadi menga, ayolim to'ydan 3-4 yil o'tar o'tmas o'zgarib qoldi. To'ydan oldin umuman boshqa inson edi, to'ydan keyin o'zgarib qoldi deb. Lekin hech o'zligiga savol berishmaydiki, ayolim shu 3-4 yil davomida o'zi boshidan nimalarni o'tkazdi. Bu orada farzandli bo'lgan, uy, ro'zg'or, uy ishlari, sog'lig'idagi o'zgarishlar, bular hammasi insonni o'zgarishiga olib keladi. Esingizdan chiqmasin, ayol kishi robot emas, qo'rchoq emas, u har doim kulib yuradigan. Uni ham jahli chiqishi mumkin, настроенияsi bo'lmasligi mumkin, u ham xarakterini ko'rsatishi mumkin, u ham tirik jon, u ham emotsiyalarini ko'rsatishga haqqi bor. Ayolim o'zgarib qoldi deb uni ayblashdan oldin bitta o'zingizga savol berib ko'ringlar. U aynan nima sabab buni mana shu ahvolga olib kelib qo'ydi deb o'ylab ko'ring.